Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bizlar hozir ishlarimiz juda ham ko'payib ketgan. Elektrik, slabotочка elektriklari, gipsokarton, ventilyatsiya, razrabochi, hamma ishlarimiz bor. Xudo xolasa hamma ishlar bor. Har kuni ratchet yoki haftalik ratchet, 3 kunlik ratchet. Puldan muammo yo'q. Samiglarni kelish kerak, ishlash kerak. Moskvani o'zida ishimiz, только Moskvada. Moskovskiy oblastda bo'ladigan bo'lsa ham harakat qilamiz Moskovskiy oblastdagi odamlarga ham topishga. Iltimos qilamiz, hammaga podpiska bossin. Samiglarni birinchi o'rinda podpiska bosinglar. Shtob qolganlarga ham videomiz yetib borishi uchun, hamma ko'rishi uchun videoni maksimal darajada tarqatinglar iltimosga. Gipsokartonchilar kvadratiga 1 slog 1,5 ming rubldan, elektrik slabotочка masterlari bo'ladigan bo'lsa 5,5 ming, 6 mingdan kuniga, oyiga 180 ming, 150 mingdan kam emas. Samiglar ventilyatsiya ham xuddi shuga, ventilyatsiyadan 5 mingdan 6 minggacha maksimal darajada tarqatamiz videomizda. Kimga qanaqadir ish kerak bo'lsa, любое время mana shu ekranda qo'yilgan nomerlarga telefon qilasizlar. Любое время har doim soat 12 da bo'laman, telefon qilaveringlar. Har doim ko'taraman, men o'zim bo'laman. Obyektda ham men o'zim bo'laman. Puldan muammo yo'q, xudo xolasa. Faqat kelish kerak, ishlash kerak. Hammaga sog'lik, salomatlik. Ko'rishguncha obyektda.